Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Yaxshi kelgan, meni yaxshi do'stlarim, tarjimasdan. Bugungi 3-apreldagi mijozlar uchrashuvimizda kun tartibimizda Toshkent shahrida aholi bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va biznesni yuritishda yuzaga keladigan masalalar to'g'risida mijozlar uchrashuv bo'ldi. Muhtaram prezidentimizni qarorlariga asosan 2024-9-yanvardagi 2024-yilda yangi ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ko'maklashish dasturi to'g'risidagi 47 sonli qarorlarda aholi bandligini ta'minlash daromadiga oshirish yangi ish o'rni yaratish bo'yicha vazifalar yuklab berilgandi. Unda bankga topshiriq berilgan, har hafta mijozimizdan uchrashuv o'tkazib, qanaqa muammolari bo'lsa, bank faoliyatida yoki bankdan tashqari muammolari bo'lsa, agar yangi ish o'rni yaratish uchun nimadir bankdan yordam kerak bo'lsa, masalan, kreditmi yoki yana nimadir qilib bersak, masalan, qarz korxonada so'llardan shug'ullansa, terminal kerak bo'lsa, yana bitta olsa, yana bitta kassir olsa, ishga bitta ish o'rni yaratadi. Masalan, yoki kredit olib, qanaqadir stanok olsa, o'ziga yana nechtadir ish o'rni yaratirish mumkin. Shunaqa yordam kerak bo'lsa bankdan, yoki qarz ishlari bitmayotgan bo'lsa, yoki bizda nimadir muammo bo'layotgan bo'lsa, hal qilib bersak, sizlarning ishinglar bundan yaxshi rivojlanib, yangi ish o'rnini yaratib, kengayishiga yordam bo'lsin deb uchrashuv o'tkazinglar deb aniq qilingan. Topshiriq berilgan. O'shaning uchun har oyda 2 martadan o'tkazadigan uchrashuvimiz bor. Hamma mijozlarimiz ham bo'lib hammani vaqtiga qarab chaqirib uchrashuv o'tkazamiz. O'shanga navoda kimdir masalasi bo'lsa, nimadir savollari bo'lsa, yoki nimadir muammolar bo'lsa, bankimizda yechilmayotgan, o'shanga hammasini qo'limizdan kelgancha hamma to'g'rilab qilib beramiz. Buxgalteriya masalasi bilan Nodir bilan bog'lanadi buxgalterimiz. Bu yerda ham boshqa addellarimiz bor. Kimda qaysi addelda muammo bo'lgan bo'lsa, hammasini yechib ko'rib qilib beramiz. Gaplashib yechimini qilishga harakat qilib beramiz. Agar bankdan tashqari muammolar bo'lsa, ularni ham yozib olib, protokol kirgizamiz. Bu hozir onlayn platforma qilingan, mana shu uchrashuvlar bo'yicha mijozlarni uchrashuvda, o'sha hamma kelgan mijozlarni nomma-nom kirgiziladi, eng muammolarni kirgiziladi, yechimini kunlarigacha bor. O'sha yechim bilan shug'ullanadigan hamma tegishli qanaqalar idoralar. Shunga navoda qanaqadir savollar bo'lsa, yoki nimadir bitmayotgan ishlar bo'lsa, yoki nimadir muammolar bo'lsa, bemalol desanglar, o'shani qarab gaplashib aniq qilsak bo'ladi. Hal qilsak bo'ladi. Bizda yana bunga qiladigan narsalarimiz bor. Produktda yaratilgan moliyaviy paketlar ish o'rni yaratish uchun yuridik mijozlarga pasaytirilgan foizda kreditlarimiz bor. Prezident 312-qarori bilan 100 milliongacha bezalib bo'ladigan kredit bor. Qolgan qismiga yana ko'proq olsa bo'ladi. Qolgan qismiga zalog qo'yib bersa, qolgan qismiga ham kredit olsa bo'ladi. Ishsiz anaqa xodimlar bo'lsa, ishsiz odamlar bo'lsa, xodimlarimiz ishsiz jismoniy shaxsdagi o'zini-o'zi band qilgan holda PG7 qarori bilan kredit olib, tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun nimadir olish, misol uchun novvoychilik qilmoqchi bo'lsa, tandiriga nimadir yetadigan narsalarni olib, sotib olib, tanaqasini boshlasa bo'ladi, tadbirkorlik boshlasa. Taksiyada bor. Yandexda yoki dastlabki qiladiganlarga bor, masalan, velosiped olsa bo'ladi, telefon olsa bo'ladi. Tikuvchilarga bor, tikuv mashinasini olib uyda ayollar bo'lsa, tikuvchilik bilan shug'ullansa bo'ladi. Qanaqadan o'rgatadigan, til bilan o'rgatadiganlar bor, repetitorga qiladiganlar bor, kompyuter olib anaqa qilsa bo'ladi, onlayn bo'lsa, notebook olib, u bilan ishlatsa bo'ladi. Shunaqa narsalarga ham har xil kredit turlarimiz bor. Qanaqa to'g'ri kelsa, shunaqasidan ham qilib beramiz, bemalol foydalansa bo'ladi. Jismoniy shaxslarmi? Jismoniy shaxslarniki katta summalisi bor, o'sha taksilarga mo'ljallangani 2 yilgacha 50 million so'm. Eng kattasi 50 million, 2 yilgacha beriladi 24% bilan. Yuridiklarniki summasi bilan ishchi o'rnini yaratish soni bor-da, misol uchun nechta ish o'rnini yaratsa, nechta foiz ko'paysa, ishchi o'rnini kredit foizi ham kamayib ketadi. Yangi joy ochaman. Hech uni berishini hozir korxonangiz shotini bezovdan ko'ramiz, aylantirib. Obrotingizdan kelib chiqib, necha summa bera oladiganimiz aytamiz summasini, ish o'rnini aytsa, o'shanga qarab protsentini ham aniq hisob-kitobini beramiz.
Keyin bizda bilsanglar hozir bankimizda Mastercard bilan UFB bilan Sunbashning aksiyasi ketyapti. 15 ta Malibu tiket anaqa qilingan, tutib qo'yilgan. Grand Prix'dan bunaqasi hali O'zbekistonda ham bo'lmagan anaqa priz bilan qo'yilgani. Shunga Mastercard ochib, agar yo'q bo'lsa o'zingizda Mastercard yo'q bo'lsa, yangi ochsanglar Mastercard ochib beramiz. Oyiga $150 tranzaksiya o'tkazsanglar, faqat oplata bo'lishi kerak. Misol uchun hozir Mastercard bilsanglar O'zbekistonda ham o'tiradi. Bu magazinlarda ham hukumat yordamida ishlatsanglar ishlataveradi. O'shanda ishlatsanglar har oy $150 dan yig'ilsa, o'sha randomli anaqa tushasizda bemalol. Har anaqada o'sha Malibu anaqasi o'ynaladi. Har hafta so'm 1,5 million so'mdan yutuqli o'yin bor. Unisiga ham tushinglar. Uni ham yutsa bo'ladi, buni ham yutsa bo'ladi. Shunga Mastercard yo'q bo'lsa, anaqa pastdan murojaat qilsanglar, xodimlarimizga ariza qoldirib kelsanglar ochib beramiz. O'shanda ham o'ynab yutqazinglar bo'ladi. Yutqazinglar xursand bo'lamiz. Unga faqat terminaldan, bankomatdan yechgan yoki bizdan kelib yechgan, naqd yechib olganlar kirmaydi aniga. Оборотga, P2P deganlar оборот kirmaydi. Haqiqatan ishlatilgan bo'lishi kerak bu joyda. Internetdan onlayn покупками yoki magazindan kirib savdo qilsanglar ham kiradi o'sha narsaga. Bu qachon oynaladi? Yil oxirigacha etap-metap qanaqasi. Har oy, har 3 oyda o'ynaladi. har 3 oyda Malibu. Bo'ldirish qachon belgilanadi? Pulni oyning birinchi kunida bo'ladi. Masalan, martda boshlandi bu aksiya. Endi 3 oy mart, aprel, may bo'lsa, may tugashi bilan birinchi o'sha iyulda o'ynaladi. Birinchi etapi Malibularniki. To, что hozir aytganlar har oyda 1,5 Pulni yutuq har oy. Har oy. 3 oyda shu hamma Malibuni hamma emas. 3 ta kvartal bo'ladi, 3 oy. Yil oxirigacha. Yil oxirigacha bo'lib 5 Malibu 15 Malibu bo'lmaydi. 1-dekabrgacha deysiz. Уже boshlanmagan. Boshlangan. Я сегодня открыла. Hozir oldim men уже. Bu ishlatasiz. Mobilniy приложениyani skechap qilishingiz kerak, fiksiyatsiya qilgan bo'lishingiz kerak. Uni ham Mastercard'ingiz bo'lishi kerak. $150 ishlatsiz, уже участникka aylanasiz. OFB mobilniy. OFB mobilniy. Bor bo'lsa bu. Shuni kartangiz kesib qo'yasiz. Ishlataverasiz. Faqat Mastercard. Mastercard. Mastercard o'ynamoqchi. Shunga Mastercard bilan Sunbashning OFB'ning anaqasi bor-ku. Tanlov qanaqa bo'ladi? Через kompyutermi? Randomdan bo'ladi. Random bo'ladi. Ana shu random programmasida onlayn efirda bo'ladi. Instagramimizda, YouTube'da OFB'ni ofitsialniy sotsial saytlarida qo'yiladi. O'zi mana Facebook'da kirsanglar, OFB'ni stranitsiasiga уже so'mlarga va so'mlar deydi. Pul yutuqlarligini spetsiyasi chiqdi o'zi hammaniga. Ana yutganlarga qo'yib qo'ygan hammasini yutganlarga har oy tushirasiz. U ana Malibuga ta'sir qilmaydi. Ishlataverasiz, pulni yutug'ini yutib ketishingiz mumkin orada. Ishtirokchi holda ishtirok taxminan. Endi общий hamma Mastercarddan foydalanib Konferensiya o'tdi hozir. Endi 15 ta Malibu bo'lganda normal. O'tgan yil biz o'ynaganimiz 10 bitta Malibu qo'yilgandi, lekin o'sha ham bo'lsa bizlar bitta fizически. Endi uni bilaman, ko'p bilasiz, ko'p joyda bitta qo'yadi. Bu 15 yilligimizga bag'ishlangan, Argentina banki 15 yil bo'ladi. Xudo xolasa, o'shanga 15 ta Malibu qo'yilgan. Garajimizdan ko'rgan o'shalar bankda turibdi, uchtasi. O'sha Malibu bor, sotib olingan, hammasi tayyor. O'shani ko'rganimiz uchun so'radingiz. Yo'q, haqiqatda bo'layotgan narsa. Ochinglar dedi, o'ynalar. Aksiya. O'shani ko'rmasam, Xohlasangiz xodimlarni hammasiga ham ochtirsangiz bo'ladi. Ish xodimlariga ham ariza qilib ochamiz. Zarplata o'shanga tashlasa bo'ladi. Bo'ladi, 100% zarplatni ochishdir. Faqatga yetsam zarplatani olib qo'ysa bo'ladi, misol uchun boshqa Siz fizически ochgansizda, aytish kerak edi, zarplatni oching desangiz, zarplatni. Yangi fuqarolar nomidan ariza berasiz, so'mligi bor-ku, zarplatga o'xshab ariza qilib bersangiz, zarplatni Mastercard ochib beramiz, so'mda bo'ladi. Shans. O'shanga oylikni ham tashlaysiz bo'ladi o'shanga. Alyan finans xodimlari uchastka chiqmaydi, qarindoshlar ham. O'sha uchun u vas bo'lishi shans. Ro'zg'orish qayerda ko'rsak bo'ladi? Qaysi anaqa? Onlaynmi yo qanaqa? Birinchi efirda ufb.uz saytda ham qo'ymasangiz, Instagramimiz bor, o'zimizni Facebook'imiz bor, ofitsialniy o'shanda qo'yadi. Yutganlarni ham qo'yib chiqadi anaqasini. E'lon. Mana, men shu anaqalar bor-ku, har oy bo'ladiganlarni ham qo'yib ketadi.